Humayun bilan ana Farhod ikkalasi otasini uryapti mana. Ikkalasi mana otasini uryapti mana. Ikkalasi. Ketdi mana. Ana bo'g'ib qo'ydi Humayun otasini. Farhod orqasidan suryapti Humayunga. Ana. Endi qachon chiqarasiz meni ikkalasini ham? Endi qarab turasan. Otam urmadi dedi. Otasini ham jahli chiqdi. Chunki yomon urdi. Humayun. Otasini yomon urdi. Endi qochib qolmaydi. Ana Humayun qarashmaysan Farhodga. Qarash, tez bo'g'. Osil. Ana. Endi otasini ham jahli chiqdi. Ana endi pulga oladi. Otasi ham o'g'li og'zini ochib turadi. Nasib baring otasi og'ziga. To'xtab. Ana Humayun ketdi endi qarang. Humayun.